29-dekabr 2025-yil. Hurmatli kuzatuvchilar, navbatdagi uchastka uyimiz chiqib turibdi. Bu yoq uyimiz Kona poliklinika, bu yoq uyimiz 90 boy. Sentralniy yo'lning bo'yida. Buni yig'ib biznes etsangiz ham, bo'lmasa uy yutib qo'ysangiz ham bo'ladi. 630 kvadrat plus minus 20 metrga 35 metr yerimiz chiqib turibdi. Uyning ichini ko'rsatamiz, yuring. İçine kirish bilan. Tak, uyimiz shunda. Bu yerimizda dalan qismi zo'r olingan. Bu yoq uyimiz tak zal ko'rsatib o'tdi. Zalimiz ham taxlangan. Bu yerimizda bu yog'imiz vanna sanuzel, aynan ko'hna qisman ko'rsatib o'tdi. Tak, bu yerimizda hamma vaj qalama qayma uyning ichida vajlar. Qisman, uyning ichidagi vajlar qisman 70-80% qaladi dedik. 0,1 dermajini oladi. Bu yog'imizda yana bir zali bor. Zalni yana bir ko'rsatib o't. Bu yog'imizda ikkita spalnisi bor. Bu yog'imizda so'ng kichkina nesi bor, kladovkasi bor. Bu yog'imiz so'ng orqaga bog' o'tag'i. Bog' o'tag'imiz ham normal taxlangan. Bog' o'tag'imiz ham yana bir uzatsa, bu yog'inda to'rinda hojatxonasi bor. Shunda jami berimiz общий aytilganda 600 kvadratdan ziyodroq, 630 chiqadi. Bahasi 850 million so'm naqd bahasi. Bu yerning asosiy masalasi yarı pulni berasiz 425 million. Qolganini 1 yilga, mabodo 1,5 yilga bo'lib bersangiz bo'ladi. Chunki berimiz kadastri bor, lekin qaror yo'q bo'lgan, bu yerning dokument chiqmayapti. Gullarna doğrusu bir 1000 joy bo'lsa, g'alati bir 100-200 joy bor dokumenti shunday nosozroq. Lekin dokumenti chiqadi xudo qalasa. Bu yerda o'lchab ketgan kadastr xodimlari g'alati bir taxminan 2-3 oyga qarori chiqib oldi-sotdi etsa bo'ladi. Lekin hozir oldi-sotdi etib bo'lmaydi. Lekin 425 million pul kerak, qolganini shu bo'lib bersangiz bo'ladi. Uni notarius orqali ya syomka taxlab qo'ysangiz bo'ladi. Muhimi joy sotiladi. Joy zakon lokatsiyada egalari yaxshi odam bor. Polni olsangiz bo'ladi, zo'r место.